Ayol u ata-onasining e'tiborli malikasi edi. Cho'ng bo'lib to'y qilganida xonishqa. Balaliq bo'lgandan keyin malayga aylandi. Ayol u bir nozik g'uncha edi. To'y qilib turmushning jut shivriganlarida parvizsiz qilib, vaqtsiz to'zib, bergillari xazon bo'ldi. Ayol u bir yezilmagan oq betlik kitob edi. Haqiqiy yozuvchining qo'liga tushganlari shunchalik esil, o'qigan siri qayta o'qig'isi keladigan nadir asarga aylandi. Ammo ba'zilar bo'lsa, hech sababsiz betlari yirtilib, keraksiz qog'oz parchasiga aylandi. Ayol u asli shunchalik nafs, jonon chini edi. Ammo ba'zilar bu jonon chinini avaylamay, necha yerdan daz ketkizib, oqibat amalsizlikdan yog'och tovoqning kuniga qoldi. Ayol u munbat tuproq edi. Mehr vafo urug'ini terisa, sevgi guli echilib, butkul jahonga xushbaroq chachadi. Ammo ba'zilar bu tuproqqa shumbuya, chatqonlarni o'stirdi. Hattoki ba'zilar vafo suyidan mahrum qilib, qoqos cho'llikka aylantirib etdi. Ayol u tatliqqina ikki yig'iz so'zning, iliq bir kulkining, mehrlik bir qalbning qurboni edi. Parvosizlik, mas'uliyatsizlik ularni qo'pol, muz chiroy bir ayolga aylantirib qo'ydi. Ayol u ismi jismiga loyiq ayolg'uchi, asralg'uchi edi. Ammo turmush besimi, mas'uliyat tuyg'usi ayollarni aksicha oyg'uchiga aylantirib qo'ydi. Ayol asli kristal pashliq oyoqlarini kiyib, latobdan namoyon qilsa bo'ladi. Aksicha turmush besimlar ostida yetishilmay, tan harakat oyog'ini kiyib yugurishga majbur bo'ldi. Ayolning jini qiriq deyildi. Nada bundoq bo'lsin? Turli besimlar sababli biri jinini qirqqa bo'lib yashashga majbur bo'ldi. Angla jahon ahli. Ayol u malay emas. Ayol u kütkiç emas. Ayol u barcha yukni zimmasiga olib yudigichi emas. Bilsang, ayolg'uchi, asralg'uchi, söygüchi, hem shundoqla mehr muhabbat bilan suyulguchi.